Xayrli tong aziz do'stlar. Toshkentda tong oti bo'ldi. Xo'p. Mani chiqishlarim borasida mana shu turli vaqt bo'lgan paytda video efirlar qilib ba'zi bir holatlarga to'xtalib turaman. Ko'proq o'sha jamiyatimizda kechayotgan g'oyaviy, mafkuraviy har xil xurujlarga qarshi o'zimni fikrlarimni, munosabatlarimni bildirib boraman. Asosan bu diniy mavzuga bog'liq va undan tashqari mana hozirgi paytda bo'layotgan turli shov-shuvli, rezonansli holatlarga o'z munosabatlarimni bildirib boryapman va shu paytda birdaniga haligi nima chalg'itib yuborish xohlaydigan bir toifalar bor. Shular kirib keladi, nima deydi deng. Undan ko'ra metanni gapirmaysanmi deyapti-da ko'p joylarda. Mana shu YouTube'da ham, Facebook'da ham shunaqa uchrab qoladi. YouTube'da ayniqsa. Metanni gapirmaysanlarmi? Undan ko'ra odamlarga, xalqqa foydasi tegadigan metanni gapir deb nima deydi? Yo'nalish belgilab beryapti-da. Men o'yladim. Metan deb nimani aytayotgan ekan? Metan gazni aytyapti-da endi. Gaz uyimda gaz yonib turibdi, o'chib qolayotgani yo'q. Faqat pulini to'lab tursangiz bo'ldi, gazingiz yonib turibdi. Hech bir muammo bo'layotgani yo'q. Boshqa nima bo'lishi mumkin? Uni nimasini gapirish kerak? Metan mashinalarga qo'yilayotgan gazni gapir deyotgandir. Ya'ni bu agar mashinalarga qo'yilayotgan gaz to'g'risida gapirish kerak bo'lsa, nimasini gapiradi uni? Nimasini gapiradi? Masalan, men nima ishim bor? Mashinalarga gaz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shaxsan meni nima ishim bor? Bo'lmay yopilib ketmaydimi? Umuman meni dardim yo'q-ku, u mashinaga qo'yiladigan metan bo'yicha. Umuman dardim yo'q, umuman tashvishim yo'q u bo'yicha. Nimasini gapiraman men? Shaxsan men o'zimga keladigan bo'lsam-da, uni nimasini gapirish kerak? U ogohlantirgan bo'lsa, qish paytlarida, sovuq paytlarida mana shunaqa muammolarga duch kelyapmiz deb o'sha energetiklar tomonidan ogohlantirishlar berildi. Shuning uchun mana bu isitish, parniklar deymizmi, teplitsalar deymizmi, o'sha joylarda, qozonlarda gaz berilishi cheklanadi. Gaz shoxobchalarida, ya'ni zapravkalarda mashinalarga gaz berilishi cheklanadi. Sababi sovuq paytlarida mana shu aholini eng birlamchi bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun mana shunaqa choralar ko'rishga majburmiz degan ma'noda ogohlantirish berdi. U har yili bo'lar takror. Har bahorda bu bo'lar takror degan ashula bor edi. Shunga o'xshab har qishda bu gaz muammosi yangilik emas bizda. Mana bu aynan mashinalarga qo'yiladigan bo'yicha. Uni nimasini gapirish kerak uni? Nimasini gapiraverish kerak uni? Bera olmaydi o'sha narsani. O'sha joylardan siqyapti-da, aholini uyidagi gazi to'liq yonib turishi uchun. Endi ularga berib turib, uyingdagi gazing o'chib qolsa nima qilasan keyin? Sochingni yulasan bittalab mamla qilib o'tirib. Voydat ovqat qila olmayapman deb. O'shaning uchun bunaqa tanlov bo'lib qolgan paytida tanlov bor. Ya'ni buni tanla degan turibdi. Demak, odamlarga birlamchi bo'lgan o'sha uydagi gazini yetkazdirib qo'yish kerak. Ana shuni qilyapti-da, qolganiga kuchi yetmayapti endi. Metan zapravkalariga, isitish teplitsalar, parniklarga, boshqalarga. Shuning uchun gazni uzishga to'g'ri kelyapti. Nima deyishim kerak men bu bo'yicha? Men bitta narsa ayta olaman. Benzinda yurishga ko'tingchi desa, mashina olib mingin. Tamom. Mashina benzinda chiqqanmi?
Gaz balon o'rnatganlar mayli, o'rnatgan, kutasan endi o'rnatgan. Yoz ozgina qoldi, bahor keladi. Bahorda qaytadan zapravkalar ishlashni boshlaydi. Yo, sabring yo'q, hamma voydo deb haligi sochingni yulmoqchimisan? Unda bitta gap shu. Benzinda yurishga ko'ting chidasa, ana unda mashina minginsan. Mana shunaqa gapirayotganlar menga. Sabr qilib ko'tingni qisib o'tirasan, boshqa ilojing yo'q. Men nimaga gapirishim kerak san dardingni? Nahi kerak menga u metan, zapravka. Men gazda yurmasam, men O'zbekistonda mashinam bor u yoqda, benzinda mashina. Gazda emas. Bir paytlar gazli mashinani ham minganmiz, o'shanda ham quruq bekor tonna haligi palon kilo temir tersakni ko'tarib yurganmiz mana shunaqa gaz bo'lmagan paytda, benzin quyib. Bu birinchi marta bo'layotgani yo'q, bu har yili shu ahvol bo'ladi. Bo'ldi, ko'nikasan shunga. Uni nimasini gapiravuradi chiqib? Voydat gaz deb. Nimasini gapiradi? Ha, yo'q paytda benzin qo'yasan, bo'ldi, tamom. Shu ham Otago'ri qoziqxonami shu? Yo birlamchi bir anaqami o'sha? Odamning hali hayot mamoti bilan bog'liq narsami shu? Uyingdagi gaz o'chib qolsa, ana u seni hayot mamoting bilan bog'liq narsa bo'ladi. Ovqat qila olmay qolasan, qorning och qolib ketadi. Ha, unda to'polon qilsang arziydi. Chiqib dotdib. Shuning uchun yo'nalish berma menga. Ma'mini gapir. Bir narsani gapirib tursang, yo mana buni gapir. Sen dardingni nahi kerak menga gapirib. O'zing gapir chiqib. Darding bormi shu? So'z erkinligi bemalol chiqqanda gapir, yoz. Yo, o'zlari biror yarimta post yozmaydi, yarimta chiqish qilmaydi. Qanaqadir bir o'zini bir rasmi-yu ismi sharifini bir to'liq yozib, bir ochiq oshkor bir fuqaro sifatida, bir faol sifatida ana shu jamiyatdagi mana shunaqa kamchiliklar yoki jamiyatdagi mana shunaqa muammolar bo'yicha birortasi chiqmaydi mana shu yo'nalish berayotganlarni. Yo'q. Birortasi tarmoqlarda. Faqat kommentariyalarda so'kib haqorat qilish bilan band. Yana bular chiqib yo'nalish belgilaydi. Naxuy kerak seni dardingni men yozib, menga aytishadi-da, xalq dardini. O, baraka topkurlar, men hech qayerda da'vo qilgan emasman. Xalq dardini men ko'tarib chiqyapman deb. Unaqa da'voyim yo'q meniki. Shaxsan menda yo'q o'sha da'vo. Boshqa men xalq dardi deb chiqib chichib qo'yayotganlarni nechtasini ko'ryapmiz. Xalq dardi, xalq bir balosi, xalq unaqasi, xalq bunaqasi deb xalq nomini qo'yib olib, mashinniklik qilib, uxlatib odamlarni tovlamachilik qilib nechtasini ko'ryapmiz. O'sha xalq dardi deb chiqayotganlarni. Birortasi xalq dardi bilan chiqayotgani yo'q, cho'ntak dardi bilan chiqyapti. Men buni bot aytyapman. Cho'ntagini qappaytirishi, million pullarni ishlab, mana shu oxiri bir ehson e'lon qilib yorib, yoki odamlarni voydat mana bunaqa bo'lyapti, davay deb turib, o'shalardan donat olib, o'shalardan pul olib yoki zakazga pul olib, men seni dardingni hal qilib beraman deb. Mana shunaqa mashinniklar to'dasi, mana shu tovlamachilar to'dasini mana takror ko'ryapmiz. Men esa xalq dardini men ko'taraman degan da'voyim bo'lgan emas. Men xalq dardini olib chiqadigan bloger emasman. Masalan, iminda bir qanaqadir bir muammolar bo'lyapti-da, nimadir maishiy ma'noda, bir qandaydir gaz ma'nosida, suv ma'nosida, yana bu svetmi, boshqami, men unga da'vo qilgan emasman. Men o'zimni qiziqtirgan mavzularga munosabat bildiraman. Shaxsan o'zimni qiziqtirgan mavzular. Menga nima yoqsa, shuni yoritaman men. Men seni dardingni yoritishga majbur emasman men. O'zing yorit darding bo'lsa. Seni shaxsiy muammolaring bo'lsa, o'zing yorit uni. Nimaga kimdir sen uchun ishlash kerak, sen bekin olib o'tirishing kerak mana bunaqa chichqoqlik qilib. Seni uchun kimdir o'shani ko'tarib chiqish kerak. Mani unaqa bir niyatim ham yo'q, unaqa da'voyim ham yo'q. Unaqa xalq dardini bo'ynimga oladigan meni hech bir vakolatim ham yo'q.
Ben xalqlarni bo'ynimga oladigan bir nima deydi bir menda imkonam yo'q u narsani. Men o'zimni dardim yetarli meniki. Qanaqa xalq dardi? Xalqlarni zimmamga olib nima men? Menga davlat pul to'layaptimi xalq dardini yoritib yoki xalqni biror bir og'irini yengil qilish uchun? Menga nima oylik beryapti? Men davlatdan oylik olaman. Nima uchun men xalq deb turib nimadirlar qilishim kerak? Ana o'zini tegishli mutasaddilardan talab qil unaqa narsalarni. Ana o'tiribdi oylikni olib, jaraq-jaraq pullarni olib. Aynan shu xalq xizmati uchun xizmat qilish kerak. Xalqni soliqlaridan oylik olib, o'sha xalq uchun xizmat qilish kerak bo'lgan odamlar, mutasaddilar, o'sha mas'ul tashkilot va idoralar va xodimlar minglab o'shalar o'tiribdi ma'lum bir joylarni egallab. Talab qil o'sha yo'nalishi bo'yicha, tegishliligi bo'yicha o'shalardan. Sani solig'ingdan o'shalar oylik olyapti. Nimaga men yoritishim kerak u narsani? G'alati takliflari, ya'ni talablar qo'yasizlar sizlar. Nima bloger bo'lib, faol bo'lib qolsa, sani o'ylantirgan tashvishingni men yoritishim kerak. Metan meni tashvishim emas misol uchun. Naxi kerak menga metanni yoritish. Men taksi ham qilmayman metanda, yo boshqa ham dardim yo'q meniki. Nima kerak bor? Men nima kafilligingni olganmanmi seni? Sani uchun men yoritib beraman deb. Talab qiladigan joylaringdan talab qil. Ko'ting chidamaydimi, duxing yetmaydimi o'shalarga talabni qo'yishga? O'zini mutasaddilariga, bor ana idorasiga. Borganda savollaringni qo'y, tikka qilib yuziga. Nimaga sen oylik olib, mana soliqlarimdan oylik olsan-u, menga kerak bo'lgan mana shu narsani deb o'zing ko'tingni ko'tarib harakatingni qil. Hamma o'zing uchun o'li yetim deb qo'yibdi. Ana shu narsani bilib yetkinsan. Sen uchun hech kim qilib bermaydi. Men qilib beraman xalqlarni, men deganlarni hammasi chichqo sirachlar bo'lib yotibdi. Mashinnik to'da bo'lib yotibdi. Birortasida xalqning dardi yo'q. Cho'ntak dardi bor faqat. Shuni mana shunaqa yo'nalish belgilaydiganlarga mana shu javobimni etib qo'yayman. Izvoradi, ya'ni men buni qilsang bo'lmaydimi, uni qilsang bo'lmaydimi, aql chichib, menga sanga emas, naxi birortanga aql chichish. Men nimaga seni dardingni yoritishim kerak? Men nimaga xalqni kafilligini olishim kerak? Men nima xalq vakilimanmi, deputatmanmi men? Men kimman men? Hech kimman men. Men bir chetda xorijda ishlab yurgan, o'zini kunini, o'zini tirikchiligini qilib yurgan odamman men. Biror bir vakolatli, biror bir tashkilot idorada oylik olib ishlayotganim ham yo'q men O'zbekistonda. Menga hech kim ishon berib qo'ygani yo'q. Shuncha harakat qilganmiz misol uchun, voy shu davlatga xizmat qilaman, voy shu davlatda ishlayman. Voy meni xatoyim o'zi shu bo'lgan o'zi. Boshidan bosh mana shu miyaga programmirovaniya xato ketgan menda. Men universitetni tugatgandan keyin niyat qilganman. Bo'lmasam oilamizda, masalan, shaxsan o'zimni oilamda ota-onam tadbirkorlik bilan shug'ullanib yurgan paytda o'sha tadbirkorlik sir asrorlarini olib, tadbirkorlik bo'yicha ketmasdan, ya'ni u paytlarda savdo deyilardi. Xususiy tadbirkorlik keyin o'shalarni o'rganib, o'sha yo'lda ketmasdan meni xatoyim shu bo'lganki, men davlat ishida ishlayman deb mana shu xatoga yo'l qo'yganman men. Davlat ishida ishlayman, davlat shunga yopishib qolganman shu. Ishlayman shu davlat, nima bo'lsa ham davlat, faqat davlat ishida ishlayman deb mana shunaqa xom xayollarga berilib, ana shu xatoni qilganman men. Shuning uchun mana hozir men xorijda yuribman. Tadbirkorlik sir asrorlarini o'rganib, yurtimda tadbirkorlik qilib biror bir ishni yo'lga qo'yganimda edi o'zimning xususiy ishimni. Balkim bunaqa yurmagan bo'lardim men. Chet ellarda, oiladan uzoqda. Masalanda meni dardim bu. O'zimni dardim o'zimga yetarli meniki. Seni dardingni yoritishga majbur emasman men. Yo'nalish belgilayotganlar, ko'tingni ko'tarib o'zing harakatingni o'zing qil. Metanmi? Ana bor energetika vazirligiga. Bor, ana qo'y va savolingni. Pashol naxuy deydi. Biz senga ogohlantirganmiz deydi. Hozir men ishdan charchab kelganimda men bunaqa
so'kish aralash gapirib yuborishim mumkin. Men uzr so'rayman anu do'stlarimizdan. Hozir keldim, o'sha ya'ni uzoq kech bo'lganda, men yarim kechasi keldim. Shuning uchun yo'nalish belgilama menga. Men seni dardingni yoritaman, men xalq dardini yoritaman deb chiqqan, ya'ni shunaqa da'vo bilan chiqqan bloger emasman. O'zi umuman men bloger emasman. Bir shaxs sifatida, bir fuqaro sifatida ma'lum vaqtim yetganchalik o'zim o'sha uzki yo'nalishim bilan munosabatlar bildirib boraman men. Ya'ni fikrlarimni bildirib boraman. Men hamma bir muammolarni qamrab olishga menda vaqtim yo'q, jilaniyam yo'q. Qamrab ola olmayman ham. Men bir kunda 10 soat, 11 soat, 12 soat ishlaydigan odamman. Jismoniy mehnatda. Qattan bir orada bir soat, yarim soat pauzam bo'lgan paytda shu pitir qilib tashab, haligi postlar yozib tashayoman yoki bir dam olish kunlarim bo'lgan paytda yoki dam olish vaqtim ko'proq bo'lgan paytda video efirlar qilyapman. U ham bo'lsa, shuning uchun go'yoki haligi bir mavzuga, ya'ni bir yo'nalishda anaqa bo'lib qolgandek bo'lib ko'rinadi endi, tabiiy. Chunki men bloger bo'lib, apparatlar sotib olib, o'sha odamlardan pulni uxlataman deb, odamlarni puliga zakaz olib, o'shalarni biror bir dardini yoritib, soqqa ishlab yuraman million qilib degan niyatim yo'q menda. Bo'sh vaqtimda o'z bloger degan, u kundaligini yurituvchi degan. Asli ma'nosi, blogerni ma'nosi, asli o'zi tegi o'z kundalik hayotini yurituvchi degan. Ya'ni o'shani kundaligini yuritib boruvchi odam. Hammasi qo'lda Android bor, hamma bloger bo'la olishi mumkin. U bloger degan alohida kasb emas, bloger degan bir alohida bir titul emas, hech narsa emas u. Bizdagi hozir bloger desa, u bir alohida kasb, xuddi jurnalist deganga o'xshab bir kasbga chiqarib olishgan. Somsa pishirib, o'shani ulashib o'tirgan ham bloger. O'zini kundaligini, o'zini faoliyatini yorityapti u. Shuning uchun men unaqa butun mana bu jamiyatdagi haligi ketib tugamaydigan muammolarni ko'taradigan bloger emasman, uni orqasidan tirikchilik qilib yurgan emasman. Men o'zim freelancer bo'lgan, haligi nima deydi, erkin bir odam bo'lganim uchun boshqa bir faoliyat bilan shug'ullanadigan, bir real faoliyat bilan shug'ullanadigan bu narsalar hammasi bir hobbi sifatida ketadi menda. Va o'sha og'riqli mavzular, men diniy mavzuga ko'p kirib tanqid qilaman o'zi asli. Ana shu mavzudan o'zi uncha ko'p chetlashmayman. Ba'zida mana bunaqa tovlamachi, mashinnik, jinoyatchi mana shunaqalar chiqib qoladi. O'shalarni bir olib borayotgan faoliyati-yu, o'shalarni atrofida aylanayotgan gap so'zlarga to'xtalishim mumkin. Yana bir boshqa temalarga ham to'xtalib qolishim mumkin endi. Qachon vaqtim bo'lganda, nima bo'lgan. Men qarab chiqqunimcha уже o'tib ketib qolgan bo'ladi. Srok borda, hozir yangiliklar shunaqa tez aylanyaptiki, bugun yoritmasangiz, ertaga уже foydasi yo'q. Ertaga odamlar boshqa narsani muhokama qilib o'tirgan bo'ladi. Уже kechikkan narsa bo'lib qoladi. Uni keyin qarab uni paka video qilib, uni montaj qilib, u qilib, bu qilaman deguncha 2 kun, 3 kun o'tib ketadi. Уже u eski informatsiya bo'ladi. Bu 24 soat bu odamlarning soqqasini tishlab yurgan blogerlar, ular o'sha bilan shug'ullanadi endi. 24 soat shu ishi endi uniki. Palon million soqqa topgandan keyin, oyiga 50 million, 70 million topgandan keyin mana bu jo'xalarga o'xshab. Yurasan-da kamerangni ko'tarib, uni ko'tidan, buni ko'tidan kompromat izlab. Yurasan endi shu million pul topganingdan keyin, oyog'ingni osilib ketguningcha. Menda unaqa dardim ham yo'q, unaqa balki o'zim qiziqishim prosta mana bu ishlardan tashqari paytda chiqib ba'zi narsalarni gapirib turaman. Xolos, shu. Menga birortang yo'nalish belgilama. Istagan narsamni yozaman, istamasam yozmayman. Tamom. Sani dardingni, tashvishingni men ko'tarishga majbur emasman. Menga o'tqiz qo'ygan joying ham yo'q. Menga men biror bir vakil emasman, deputat emasman, davlat ishchisi emasman, hech kim emasman men. Ana
so'rab oladiganlardan borib. Sanga обязан bo'lganlardan borib so'ra. Mendan emas. Debiloidlar. O'rtoqlar, qo'polliklarim uchun uzr, salomat bo'linglar. Endi uxlaymiz biz. Sog' bo'linglar, xayr.